Avitaminoz. Darmon dorilar, vitaminlar yetishmasligi sababli kelib chiqadigan kasalliklar. Inson tabiat qo'ynida yashaydi, mehnat qiladi, ijod etadi va nasl qoldiradi. Go'zal tabiatning saxovati shunchalar kengki, uning marhamatlarini, in'omlarini sanab nihoyasiga yetish qiyin. Tabiatning ajralmas bo'lagi bo'lgan nabotot olami insonni to'ydiradi, kiyintiradi, unga harorat bag'ishlaydi, havoni musaffo qiladi. Shuni qayd qilib o'tish kerakki, juda ko'p nabotot namunalari qaysidir jihatlari bilan bir-biriga o'xshash bo'ladi. Inson organizmi uchun A, V, V1, V2, V6, V12, S, D, P, K, N darmon dorilari nihoyatda zarurdir. Ularning ta'siri inson organizmi faoliyatida juda muhim rol o'ynaydi. Agar mazkur darmon dorilardan birortasi yetishmasa, inson organizmida turli xastaliklarning kelib chiqishiga sharoit tug'iladi. Xastaliklarning kelib chiqish sabablari va ularni davolashda tabiat ne'matlari. A. Darmondorisi. Agar inson organizmida bu darmondori yetishmasa, ko'rish qobiliyati pasayadi. Jumladan qorong'u bo'lganda ko'ra olmay qoladi yoki shapko'r bo'lib qoladi. Bu darmondori ko'proq sabzi, pomidor, ko'k no'xat, qovun, apelsinda bo'ladi. V1 darmondorlari organizmda kamayib ketsa, inson ko'zlari yoshlanaveradi. Kamqonlik sezila boshlaydi, kishi darmonsizlanadi. Lablari bichilib ketadigan bo'lib qoladi. Lablar ustida ajinlar ham paydo bo'ladi. Bu darmondori tuxum, qo'y go'shti, xamir turish va pishloqda bo'ladi. V6 va boshqa V guruhiga kiruvchi darmondorlarning inson organizmida kamayishi natijasida kishi yuragi o'ynaydigan bo'lib qoladi. Bunday darmondorlar karam, sabzi, qovoq, suzma, baliqda bo'ladi. S darmondori inson tanasida kamayib ketsa, unda milklarda og'riq paydo bo'ladi. Bo'g'imlar og'riy boshlaydi, yaralar tez bitmaydi va kishi tez charchaydigan bo'lib qoladi. Bunday darmondori kartoshka, bulg'or, qalampiri, osh ko'klari, limon, apelsinda ko'p miqdorda uchraydi. D darmondorisining kishi organizmida kamayib ketishi oqibatida uni tez-tez oftob uradigan bo'lib qoladi. Sochlari ham to'kila boshlaydi. Bu darmondori sut mahsulotlarida ko'p bo'ladi. K darmondorisi yetishmasligi sabab odam jigari, buyragi va ichak xastaliklariga chalinadi. Qoni yaxshi ivimaydigan bo'lib qoladi. Bu darmondori piyoz, qovoq, ko'k no'xat, loviya, jigar va tuxumda ko'p bo'ladi. N darmondorisining inson organizmida kamayib ketishi oqibatida organizmning yog' bezlari xastalikka chalinib, faoliyatlari buziladi. Sochlar tez oqaradi va tez to'kilib ketadi. Bu darmondori bo'lkan non, guruchli ovqatlar, jo'xori, go'ja va jigarda ko'p bo'ladi. Yong'oq, kungaboqar, kanob yog'idan har doim foydalanib turish lozim. R darmondorisining yetishmasligi tufayli odam ichak, jigar, buyrak dardiga tez yo'liquvchan bo'lib qoladi. Shuning uchun karam, piyoz, qovoq, ko'k no'xat, loviya ko'katlar iste'mol qilib turish tavsiya etiladi. Bu darmondorlarni to'ldirish uchun yuqorida aytib o'tilgan narsalarni yeb turish lozim. Masalan, odam bir sutkada qancha yog' iste'mol etishi zarur bo'lsa, oqsilni ham shuncha, ya'ni birga bir miqdorida olishi zarur. Bunda 50 gram yog', 50 gram oqsil eng kam me'yor ekanligi aniqlangan. Qaymoq eng serquvvat va to'q tutar ne'mat hisoblanadi. Binobarin 100 gram qaymoq a'zolarimizning sutkalik quvvat olishini ta'minlaydi. Qaymoqda hamma yuqorida aytib o'tilgan darmondorlarning mavjudligi aniqlangan. Asalari mo'mi qon almashinuvi va mushaklar qobiliyatini oshiradi, tishni tozalaydi,
milkni mustahkamlaydi. Misrliklar petrushkani mardlik giyohi deb ta'riflashgan. Qadimgi Rumda jangchilarga urush oldidan petrushka berishgan. Unda qator darmondorlar bilan birga insonga jasurlik beruvchi apiol mavjud. Yilning turli faslida yetarli miqdorda noz-ne'matlarni iste'mol etib turish zarur. O'z sog'lig'ini saqlovchi kishi ovqatining asosiy qismi sabzavotlardan, mevalardan va boshqa davo bo'ladigan mahsulotlardan bo'lmog'i lozim. Yaxshi hazm bo'ladigan taomlarni oz-oz va tez-tez yeyish sog'lik garovidir. Hakimlarning aytishlaricha, etga sho'rva betdir. Etga sho'rva betdir. Ma'nosi shuki, go'sht yeyilsa kishining go'shti ko'payadi. Sho'rva ichganda esa go'sht ko'paymaydi, yuz qizaradi xolos. Bulardan tashqari jismoniy tarbiya va sport, mehnat bilan shug'ullanish, sof havoda sayr qilish va quyosh nuridan foydalanish inson salomatligi uchun zarurdir.